Hammamiz qulluq bo'lsin. Yangi Redline 26 olibdilar. Ha, 26 chiqdimi bu? 25 mi? 26. Yangi Besprabeg Redline 30% to'ladilar. Buni narxi 69 million 187 ming 440 so'm. Bugun to'lov qildingiz. Bugun chiqdi. Hech qanday muammo bo'lgani yo'q. Bonuslari bor ekan. Poli solib beramiz deyishdi. Yana nima beramiz deyishdi? Poli. Bir marta yog' almashtirib beramiz deyishdimi? Bir marta yog' almashtirib berishadi. Shunaqa bonuslari bor ekan. Mamnunmisiz aka? Nima to'lov qilganingizdan ham yo'q joy-joyda bu hech qanday muammo bo'lmadimi? Tavsiya qilasiz obunachilarga. Bemalol mana hammasidan bor. Endi kompyuterlar rassrochka bosib, Onyxlar, trackerlar rassrochka bor ekan. To'liq batafsil ma'lumot beramiz. Videoda oxirigacha ko'rsalaring. Mana yangi MCM 26 Cobaltga o'tirib oldim sizlar uchun aziz obunachilar. Hozir mana videomizda to'liq oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, polni o'sha sizlarga Onyx trackerlar tushuntirib beraman. Birinchi, keyin Cobaltlar qolgan mashinalar narx-navolarni tushuntirib beraman. Mana. Xo'p, Onyximiz 30 oyga 30%, 36 oyga bo'lib to'laydigan bo'lsangiz, hozir narx borlari nima bilan 6-paysa bilan Redline bor ekan. Qaranglar, 6-paysa 221 million 640 ming 160 so'm. Bu to'liq narxi. Agar mabodo naqdga oladigan bo'lsalaring 15 million o'sha skidkasi bor ekan. Buni boshiga 86 million to'lar ekansizlar. 86 million 492 ming, 86 million 500 mingcha to'lasalaring va xo'p, xudo xolasa o'sha tayyor naqd bor ekan, kelib ko'rib ma'qul bo'lsa, qolgan to'lovi 4 million 309 ming 670 so'm. 4 million 309 ming, 4 million 310 mingdan 36 oyga bo'lib to'lasalaring bo'lar ekan. Endi Redline 230 million 624 ming 800 so'm. Buni bosh to'lovi o'sha 30% 69 million 187 ming 440 so'm. Oylik to'lovi 4 million 484 ming 371 so'm. Bu 36 oyga bu bo'lib to'lashga. Agar mabodo sizlar 40% to'laydigan bo'lsalaring boshiga Premierga 88 million 656 ming to'laysizlar, Redline'ga 92 million 249 ming to'laysizlar. Premierga oylik to'lov 3 million 22 mingdan chiqadi, Redline'ga 3 million 144 mingdan chiqadi. Bu 40% to'lasalaring boshiga. Endi 50%ligi bor, 60%ligi bor. 50%ligi Premierga 110 million 820 ming to'laysizlar, oylik to'lovi 2 million 14 mingdan tushadi. Nimaga? Redline'ga 115 million 312 ming to'laysizlar, 115 million 312 ming 400 so'm qolar ekan, 2 million 96 mingdan tushar ekan oylik to'lovi. Endi 60 oyga bo'ladigan bo'lsa, xo'p, adashmasam mana 176 million ham bor deyishdi. Qaranglar, bu 1.5 mexanika bo'ladi. Bu eng prostoy pozitsiya bo'lishi kerak. Adashmayotgan bo'lsam 176 millionlik bor deyishdi. Adashmayotgan bo'lsam, mabodo adashsam, pastki nomerlarga aloqa qilsalaring, adashgan bo'lsam tushuntirishadi buni to'liqroq. Xo'p, endi Premierimiz 221 million 640 ming bo'ladigan bo'lsa, bundan xo'p, bosh to'lovi 60% da 132 million 984 ming to'lasalaring, oylik to'lovi 1 million 477 ming 601 so'mdan tushar ekan. Redline'da bosh to'lov 138 million 374 ming to'laysizlar, 1 million 537 ming to'lovlari tushadi. Mana hammasi to'liq va batafsil bor. Bemalol kelib ko'rib ma'qul bo'lsa, qaysi biri yoqsa olaverasizlar. Endi mana eng prostoyini oladigan bo'lsak 176 million 800 ming 900 ming ekan. Mana qaranglar, 900 ming. Buni bosh to'lovi 70 million. Yo, to'xtang. 106 million 140 ming so'm bosh to'lovi. Bundan 1 million 179 ming so'm, 1 million 179 ming 333 so'm oylik to'lov ekan. Premierning hozirgi kunda o'sha 100 dollarcha to'lov qilar ekansizlar oyiga to'laydigan bo'lsalaring. Hop, 100 dollar bilan o'sha 36 oyga bo'lib to'lasalaring bo'lar ekan. Bularimiz Onyxlarimiz. Endi trackerga o'tadigan bo'lsak, trackerlarimiz bosh to'lov 30% ga o'tadigan bo'lsak, hop, Premier pozitsiyamiz 272 million, bosh to'lovi 81 million 796 ming, oylik to'lovi 6 million 361 ming so'mdan to'g'ri kelar ekan. Redline oladigan bo'lsalar 30% bosh to'lov 30 oyga bo'lib to'lar ekansizlar. Bunda 84 million 742 ming 224 so'm, oylik to'lov 6 million 591 ming 62 so'mdan tushyapti ekan. Bu 30%likda. Hop, 40%ligi 36 oyga bo'lib berar ekansizlar. Premier 272 million 656 mingligi, bosh to'lov 109 million 62 ming, 109 ming, oylik to'lov 4 million 544 ming. Redline 282 million 474 ming naqd pulga. Skidkasi bor, buni aytib ketamiz. Hop, Redline 4 million 707 mingdan tushar ekan, 36 oy to'laysizlar buni. Hop.
60%ligini aytaylik. 60% Premier'diki 272.656 ming naqd pulli to'lovi, naqd to'lovi buni. Hop, boshiga 160.593 ming to'laysizlar, oyiga 1.817 mingdan to'laysizlar qolgani. Endi Tracker 2 60 oyga 60% bosh to'lov, 60 oyga to'laysizlar qolganini. Redline 282.474 ming naqdga, bundan bosh to'lov 169.484.448 so'm to'lasalaring, mana oxirgisi 4.883.161 so'mdan to'larkansizlar oylik to'lovlari. Xo'p, bular bu rassrochkaga o'sha maydalar to'lashlaring uchun. Endi mabodo sizlar naqd pulga kelib ko'rib olaman deydigan bo'lsalaring, mana qaranglar, Onyx Premierni ko'raylik, 221.640 ming so'm. Bu 15 millioncha skidka qilib berishadi. 206.640.160 so'mga olsalaring bo'ladi. Bu naqd pulga olganlaring sababli tushib berishadi 15 millioncha. Redline bor 230 million 624 so'm, 624.800 so'm. 215 million qilib berishadi. 216 million past 951 ming. Bundan o'sha 15 millioncha skidkasi bor, bemalol kelib ko'rsalang bo'ladi. Trackerda ham bor. Premierda 272 million bo'ladigan bo'lsa, 20 million skidka 252 million bo'ladi. Mana ko'rinyapti hammasi. Redline'da 282 million naqd pulga bo'ladigan bo'lsa, nimaga naqd pul to'lov qiladigan bo'lsalar, skidkasi 20 millioncha, Premierning 260 million skidka qilib berishadi. Captiva Premiera bor ekan 349.900 ming so'm, naqdga olsalaring 334.900 ming so'mga olsalaring bo'lar ekan. Hammasi mana qaranglar. Captiva 5 bor, nalichesi, Tracker 2 nalichi bor, Onyx bor, Damas Premierning 1 oy deyishyapti ekan, Premierning 1 oyda keladi deyishyapti ekan. U 15 kunda kelib qolishi ham mumkin. Ertaroq yoki kechroq kelib qolishi ham mumkin ekan. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Labo 1 oy 1,5 oy atrofida kelar ekan. Damasimizni narxi 93.156 ming so'm. Laboyimiz narxi 96.370 ming so'm. Bular hammasi o'sha narx-navolar. Bemalol yana batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsalaring, kelasizlar, ko'rasizlar, ma'qul bo'lsa, qaysi biri sizlarga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, Farg'ona viloyat Marg'ilon shahri Kaminat bozorida shunday ro'parasida bitta o'sha avtosalon bor, kelib ko'rib, mashinani qaysi bir ma'qul bo'lsa, sizlar bemalol aloqaga chiqib maqsading bo'ladi. Har bittamizga mana shunaqa eng kamida yangi Salafan Cobalt MCMlarda otamizga olib mindirib qo'yishlik, ota-onamiz duosini olishlik nasib qilsin. Endi mabodo rassrochka oladigan bo'lsalaring, o'sha hisob kitoblarni qilib yaxshilab, qiynalmasdan olsalaring maqsadga muvofiq bo'ladi, xudo xolasa. Menimcha to'liq ma'lumot berdim deb o'ylayman. Hammasi narx-navolari chiqdi. Endi yana bitta qiziqarli tomoni, Captiva 5 da rassrochkasi bor ekan. Mana qaranglar, Captiva 5 da 30% ga 13 oyga berar ekan. Premiera bor ekan, 349.900 ming so'm, bosh to'lovi 104.970 ming to'lar ekansizlar. Oylik to'lovi 18.840 ming so'mdan. Xo'p, o'sha 13 oy to'lanar ekan bu. Endi Captiva 5 da 70% ni hisoblaylik. Kelinglar, 70% 349.900 ming so'm. Bundan bosh to'lovi 244.930 ming so'm to'lar ekansizlar. Mana uni to'laysizlar. Oylik to'lovi 2.915 ming so'mdan tushar ekan. 2.915.830 so'm. Mana oxirgi mayda summalarni aytmayapman, chunki maydalashib ketyapti, to'g'risi. Aka-ukalar qaysi biri ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, mana shu mashina menga yoqdi, mashina olmoqchiman deb pastda nomerlar yozib qo'yamiz. Operatorlarimiz nomerlari bo'ladi. Xudo xolasa chiroyli muomalalar qilib, sizlarni ishlarini bitkazib. Bundan tashqari yana bitta narsani aytib qo'yay. Onyx olsalaring, Tracker olsalaring, poli qo'shib berishar ekan va bir marta yog'ini almashtirib beramizmi deyishdi. Bemalol kelib ko'rib, ma'qul bo'lsa bosib olaverasizlar.